Assalomu alaykum, qadrli YouTube ixlosmandlari. Bugun biz obyektga keldik, Rishton shahrida, Farg'onada. Отопление qilib ketishgan. Mana undaqa narsalar bilan polga, lagalarga qotirib turbani 1 metrdan qo'yib ketishgan. Turbalar egilib ketgan. Mana katyol Sardorbeyda katyoli Qo'qondagi. Endi kommentariyni men birovni ishini yomonlayman. Mana o'zlaring bir baho beringlar. Ko'pli polga bir narsalar kirgizib yuborishgan, primoy. Nasos turishini qaranglar, tepaga qarab turibdi. Kuyadi. Eng asosiy narsa zakritый sistema qilib ketishganda nima ko'rilmayapti? Qaranglar. Mana обраткasi, buni biz olib keldik. Обратка и подача. Расширительный bak yo'q. Расширительный baksiz ham ishlayverar ekan. Mana bu gruppa безопасности qo'ysa, ishlayverarmishda. Portlab keshiga jicha qolgan. Sardorbeylar yarim kechasi kelib, uni ag'ilib bekitishib, o'chirishib, yaxshi ham portlatib yuborishmabdi. Vaqtida yetib kelishibdi Qo'qondan. Mana shunaqa gaplar og'aynilar. Endi bu yerda biz polni buzib tashlab, radiatorlarni ham hamma yoqda boshqatdan qilyapmiz. Endi qilib bo'lganimizdan keyin ko'rsatamiz qolganini. Nima deysizlar? Ustiga laykmi? Расширительsiz qilsa ham bo'lar ekan отопленияni.